O'rta. Ana sizlarga dush. Shahardagilar, sizlar nima desam bo'ladi? Odam sharoitni qadriga yetish kerak-da, bundoq yoqasizlar, olaguncha issiq suv, sovuq suv, olagan suvlar chiqadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Yaqinlar mana. Mana bunaqa joylardagi odamlarga bundoq qarasam o'zi yashash bundan oson emas ekan. Chunki u odam o'zi shunaqa joylarga tushib bilar ekan-da. Mana misol biz ham cho'milamiz desak, mana shunaqa sharoitda qolamiz. O'rta. Ana sizlarga dush. Ha, dushda jinnisi, ko'ryapsizlarmi? Qani o'rta dush yoqdimi? Bitta. Ey, odamlarga nimadir bor? Mazami? Qarani o'zining uyiniga yetmaydi, to'g'rimi o'rta? To'g'rimi? Shuning uchun uyda qadriga yetish kerak yaqinlar. Qachonki odam kimnidir gapirishdan oldin o'sha odamni oldin sharoitiga tushib ko'rish kerak ekanda. Men shu narsani ko'rib, bilib o'rganamiz. To'g'rimi o'rta? Gap yo'q.